Esingizde bo'lsin, biz ko'pincha hollarda bu hayo uqumini inson bilan insonning o'rtada bunu deb qaraymiz. Amaliyotda inson bilan insonning o'rtada bo'lgan hayo, birovlardan xijilanish, birovlardan xijilib bir ishni qilmaslik yoki qilgan ishlarini yushirish Allohdan xijillanishning bir qismi. Shunga bugungi suhbatimizda insonlardan hayo qilish haqida pek to'xtalmaymiz. Chunki buning asosiy manbasi Allohdan hayo qilish. Chunki inson sen bilan davomli bilamas. Bugün hayo qilishing mumkin, atrofingda insonlar va ati hayo qilolmaysan. Chunki ati yo'q o'sini qishingda. Ammo insondan ayrilmaydigini, har zaman inson bilan uning zihni, ichki dunyosi, kallasidan kechgan har o'y xiyollargacha bilib turadigan Alloh inson bilan billar. Inson Allohdan hayo qilganda qalbisidan tabiiy hayo qiladi. Shunga bu nuqtadan biz ma tarafini bekroq kuchab qanaqvatimiz so'zlayapmiz. Demek, mu'minninki bugungi suhbatimizning natijasida mu'minni bo'lishga tegishli sifat mu'min hayoliq. Allohdan hayo qilmaydigan mu'min bo'lmaydi. Masalan, insonlar va dapshoq masalan. Yuzi qilin deb qo'yamiz. Bizang tillar intayin ig'ir so'zlarni qila oladi. Odamning aqli sig'moqdek qilam. Ama bugünkü suhbatimizin çıkan neticesi mi? Mu'minde bir kaide zatiye var. Yani mu'minning o'zini kontrol qilib turadigan bir mu'minning qoidasi var. Bir prinsip var mu'minde. Bu prinsip ostida mu'min asla va asla nachar so'zlarni qilolmaydi. Nachar ishlarni qilmaydi. 30 yil birga yashasang bu mu'min bilan bir og'iz nachar çekitin aşkan gapni qana qilmaysa, anglamaysa. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Tirmizi Abu Hurayradan rivoyat qilgan bir hadisda kishi ba'zi gaplarni parvo qilmay qiladi, shu gap sababli do'zaxga tushib ketadi degan bir hadisda shu mazmunda bir eskartma bor. Demak, mu'min mushu hayo degan islom axloqining turtkisida aqallisi bir so'zgacha, amaliy ishdan boshqa so'zgacha diqqat qiladi.